Obunachilarimiz o'zlari shunchaki bitta baho berishlari uchun yana bitta test. Chap tarafga multiradar bor. Edi. Agar ketib qolmagan bo'lsa, bu qaranglar. Multiradar, bu qaranglar. Mana 77 soch proch jinglayapti, ko'ryapsizlar? Bu qaranglar. Multiradar. O'ldirib taylagan, mo'meni o'ldirib taylagan. Qani multiradar? Endi multiradarni qidiramiz. Sizlar bilan birga ishlagan distansiyasini ko'rdinglar. Yana qaysi anog'ini damini berasan soch pro, mana multiradar. Ishlashini ko'rdinglar. Halolmi, halol emasmi? Kommentariya shuni, halol yo ne halol deb yozib qo'yinglar bo'ldi. Tamom, boshqa narsa kerak emas. Ikkalasi ham bitta joyga bir xil tempga turibdi. Bittasini ko'zini yumib qo'yilmagan. Shunchaki kommentariya halol, halol emas deb qo'yinglar. Bundan keyingi testimiz Neoline 7800 bilan inspektor bo'ladi. Chunki inspektorda Silverstone bilan, ya'ni antiradarlarni otasi bo'lgan Silverstone bilan solishtirib bo'lmaydi. Chunki Silverstone antiradarlarni otasi bo'ladi. 78 inspektor bilan solishtirishimizni xohlaganlar kommentariya plus deb yozib ketasizlar. Sog' bo'lasizlar. Sog' shavet.